Baxtiyorga rahmat. Keyingi savol, nega tarixda o'tgan sarkardalar olimlar, shoirlar yoki faylasuflardan yuqori o'ringa qo'yiladi degan savol berishdi. Chunki ular kurashadi. Ziyolilar baribir katta lokomotiv albatta taraqqiyotni. Yaqinda mana shu gapingizga, shu savolga yaxshi bir nima javob keldi. Yaqinda mana bu Toshkent Molda muzeyga kirganimizda Bahrom aka Irzayev bir ajoyib nimani gapirib berdilarda voqeani. Shermuhammadbek Turkiyada yashaganlar-ku, bu yerda shu yerda katta ziyolilarimiz, u yerda Mustafa Cho'qaylar ham, o'sha boyagi Zaki Validi shular yana juda ko'p nimalarimiz borib mehmon bo'ladilar ekanda Shermuhammadbek. Shunda Shermuhammadbekni ular rosa hurmat qilib, tavoza qilib qilishsa, qaysidir turk aytibdiki, bu bir anavi bo'lsa o'zi debdi. Harbiy bo'lsa bir haligi debdi. Bu bosmachi deb atalsa u Sovet Rossiyasida. Sizlar bundan 10 chandon kuchlisizlar-ku haligisi desa, shu yerda aytishgan ekan, yo'q. Bu kishi xalqni kurashga boshlagan odam. Bilasizmi, bu tepada kurashda turgan. Biz esa kurashdan qochib bu yoqqa kelgan odamlarmiz. Bu odamlar kurashdi. Ko'ryapsizmi? Uni o'rni biznikidan kattaroq deb nima qilishadi-da. Tushunarli. Sarkardalar ham, harbiylar ham bular kurashadigan odamlarda. O'zi umuman jadidlar oqlanganda ham e'tibor bersak, eng oxirgi milliy istiqlol harakati a'zolari oqlandi. Eng oxirgi oqlandi bular. Eng oxirida oqlandi. Ya'ni qo'liga qurol olganlar eng oxirgi oqlandi. O'zi hammasi shunday qilish kerak edi aslida. Hammasi bilmaganda bor. Chunki u vaqtda Sovet davlatiga aldanganlar bo'ldi. Bolshevik bilan kelishmaslik kerak edi. Hammasi qurol olganda, balki bir narsaga mayli erishmagan taqdirlarda ham anchaga borardi bular. Rahmat. Keyingi savol.